بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين bugungi sana 1439 hijriy Zulqa'da oyining 14-si melodiy sanaga muvofiq 2018 yil 27-iyul Alloh taolo saodatlik juma kunining barakot fazilatlaridan barchamizga nasib aylasin. Allohning baytiga bosib kelgan qadamlarimizga hasanotlarni ziyoda qilsin. Bugungi juma mav'izasining sarlavhasini Haj ulug' ibodatdir deb nomladik. Ma'lumki, muqaddas dinimiz Islom 5 arkon ustiga qurilgan. Ulardan biri haj ibodatidir. Haj moliyaviy va jismoniy ibodat bo'lib, mu'min musulmon kishi umrida bir marta ado etishi farzdir. Haj qilmoqchi bo'lgan odam balog'atga yetgan, aqli raso, sarf xarajatlarga qodir, hajga borib kelguncha qadar o'z qaramog'idagilarni nafaqa bilan ta'minlagan hamda yo'llar ochiq va bexatar bo'lishligi shart. Ya'ni safarga borib kelguncha barcha xarajatlarni qoplashga mablag'i bo'lsin. Haj ibodatiga kirishdan avval kishi haqiqiy tavba qilib, barcha xato kamchiliklarini to'g'rilab, kelgusida barchaga namuna, o'rnak bo'ladigan holatda bo'lishi kerak. Shuningdek, zimmasida o'zgalarning haqqi bo'lsa, egasiga qaytarmoq lozim.